Bugun mana 2025-yilda yakuniy, ya'ni 19-dekabr kunidan boshlab Uchko'prik tumanida ham ikkita politexnikumimizda, bitta maktabimizda xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha, xususan Xitoy tilini o'rganish bo'yicha kurslarda ochilishini bugun mana ochilishini xitoylik hamkorlarimiz bilan buni ochdik. Biz albatta xitoylik hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz, sababi bizni taklifimizga, bizni qo'ygan masalalarimizga labbay deb javob berishib, mana shu do'stlik nuqtai nazaridan tilni o'rgatish bo'yicha, tilni o'rganish masalasida biz bugungi kunda boshlanishida 200 nafar yoshlar bilan boshlasak, buni kengaytirish uchun 51 ta mahallada 51 ta yoshlar yetakchilarimiz orqali umumta'lim maktablarimiz bilan hamkorlikda bu tilni rivojlantirish uchun biz kurashamiz. Sababi mana O'zbekistonimizda bir yagona fikr yoki aytaylik ulug'larimizni gapi bor, til bilgan el biladi. Bugun O'zbekiston yoshlari butun dunyoni zabt etishga tayyor yoshlarimizni ko'ryapti. Bu nafaqat sportda, nafaqat san'atda, xususan mana til bilish nuqtai nazaridan, iqtisodiyotni rivojlantirish nuqtai nazaridan O'zbekistonda har bitta yo'nalishni rivojlantirishga albatta yetuk kadrlar kerak bo'lyapti. Aynan shu kadrlarni tayyorlash masalasida muhtaram prezidentimiz til o'rganish bo'yicha, kasb hunar o'rganish bo'yicha, kasbiy ta'limni rivojlantirish masalasida qator vazifalarni belgilab berishyapti. Aynan shuni bugungi kunda Uchko'prik tumanida, aynan mana shu Begobod mahalla fuqarolar yig'inida buni isboti nuqtai nazaridan bugun mana kurslarni ochdik. Biz albatta bu kursda xitoylik hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirib, bular bilan hamkorlikni yanada kuchaytiramiz va o'ylayman, albatta Uchko'prikda barcha yoshlarini xitoy tilini o'qishga biz tavsiya qilib qolamiz. Rahmat, kattakon. Assalomu alaykum. Men shu O'zbekiston tomonidan tayinlangan Xitoy o'quv markazining rahbari Dilfuza Mirzayeva Mamirovna bo'laman. Bugun biz Uchko'prik tumani hokimligiga katta rahmat deb qolamiz, chunki sizning yordamingiz bilan bizni taklifimizga yo'q demay kelib astoydil yordam berganingiz uchun sizga cheksiz minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bugungi Xitoy o'quv markazimizning ochilishi Uchko'prik tumani 2-sonlik politexnikum kollejida ochilishi bo'ldi. Xudo xolasa biz barcha talabalarni mana shu Xitoy tilini o'rganishga chaqirib qolamiz. Bilim olishsin, o'rganishsin va bizga kerak bo'lsa tarjimonlikka va bizga kerak